Mana bu yerda nimani ko'ryapsiz? Mana bunday barchasi. Istanbul Eko markaziga 4 yillik bepushtlik bilan Toshkent viloyati Parkent tumanidan bemorimiz bizlarga murojaat qilib keluvdilar. Bemorimizni tekshirganimizda xo'jayinning urug'larida ozgina muammo bor edi va o'zlarini tuxumdonlarida jiddiy endometrioid kistalar bor edi. Biz ularni oldin kistalarni amaliyot qilib, keyinchalik eko amaliyotini boshladik. Ushbu bemorimizda juda ham yaxshi sifatli embrionlar paydo bo'lgan edi. U embrionlarni bachadonlarga qo'yganimizda homiladorlik yuzaga kelgan edi va bemorimizni tabriklagandik. Bugun esa ushbu homilani birgalikda sizlar bilan ko'ramiz. Demak, mana muborak bo'lsin. Mana homiladorlik bu yerda, mana bu bachadon, bu homila xaltachasi va mana bu yerda homila. Mana yaxshilab e'tibor bersa, yurakchasini urayotganini ham ko'rish mumkin. Hozir esa eshitib ko'ramiz. Mana yurakchasi yaxshi uryapti. Alloh mahkamidan bersin, eson-omon qo'lingizga olish nasib etsin. Hurmatli obunachilar, sizlar ham mana shunaqangi baxtga erishishni xohlasangiz, albatta malakali shifokorlarga murojaat qilib keling. Istanbul Eko markazida bunaqa shifokorlarni topishingiz mumkin. Salomat bo'ling.